Salom do'stlar, biz DLS o'ynaymiz. Do'stlar, men tushunmayotgan bir savol bor. Men DLSga kirganimda onlayn o'ynamoqchi bo'laman, lekin onlaynlikda bunaqa deyapti. Bu nima deyapti? Iltimos, menga kommentda aytib qo'yinglar. Yana bir narsa, mana ga e'tibor bermanglar. U narsa men o'zim chiqib ketaman. Sabiseni yaxshiroq yutish uchun buni qilib 15-gacha tushiraman. Men bunda 1-o'rinda edim. Sabiseni yutish uchun 5-o'rindan yana 15-o'ringacha tushirib tashlamoqchiman. Men kecha chiqargan videoyimga hech kim like bosmabdi. Aytgancha menga nomer bilan managa biron narsa yozish uchun biron narsa qoldiringlar. Men birga-bir o'ynayman sizlar bilan. Hozir bergan nimadir yozib, biz o'ynaymiz. 12 qilaylikchi. Go. Kim chiqadi? Hech kim chiqmadi. Demak 2014 qilib ko'ramiz. 2014. Yeb qo'ymaslikka harakat qilaman. Hech kim kirmayapti. Negadir? İşte yakın qilib ko'raman. Do'stlar, iltimos like hamda obuna bosinglar. Negadir topmayapti? Topdi. Bot account tushdi. Mayli, bu ham omad tilaymiz. Mendan keyin ko'p yutsin. Varatasdagi buni. Aytgancha mana shu videoyimdagi kommentga o'z DLS'larni rasmga olib tashlaylar, o'z akkauntinglar. Va Dembele goldi. Hisob 1-0. Uka 3 yosh bo'lishiga qaramasdan yaxshi o'ynar ekan. Va gol, hisob 2-0. Chiqib ketsa ham bo'laveradi asli, lekin chiqib ketmayapti negadir. Bellingham Valverde'ga oshirdi. Valverde xato qildi. Nima qilyapman? Qanotga pas berib o'ynab ketaman. Voy bilet. Xayriyat. Oq ekan, men ko'p deb o'ylabman. Ana o'yinchisini. Bellingham. Internet qotdi bizda. Negadir internet qotdi, ishladi. Va Dembele, Usman Dembele uzoqlashib ketdi. Tepa olmay qoldim. Gravenworch debdi. Gol emas.
mana shu videoga Omonxon ko'rib komment yozsa xursand bo'lardim. Omonxon videoimni ko'rishgan hol. U ham futbol o'ynashni boshladi. Futbol faoliyati bilan shug'ullanishdan boshladi. Pashti hamma DLS'chilar YouTube'ga DLS chiqaradiganlar pashti hammasi hali abas chaqirib qolmaydi. Menda shunaqa narsalar bo'lib turishi mumkin, uzr, lekin video to'xtaydi, balki qo'ymasligim ham mumkin va 3-golda ham urdim. Valverde Salahga oshirdi. Salah Dembele'ga oshirdi. Dembele gol urdi. Yo'q, oshirgim keldi, oshirdim va gol. 4-0. Vinicius ochiq barataga urdi. Ukamiz chiqib ketsa ham bo'laveradi. Kamsitmoqchi emasman-ku endi. Uzoqdan zarba yo'llab ko'ramiz. Salahda. Salah qani? Mana Salah. Salahdan zarba sal qoldi gol bo'lishiga. Alisson Becker. Uzatma, Dembele. Gol. Videoni shu joyida to'xtatib 75-daqiqadan 90-daqiqagacha narsa qilaman. 90-daqiqada videoni yana yoqaman. Xayr do'stlar, bugungi video tugadi.